Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Ibrohim Bozorchi kanalini kuzatib boruvchi aka-ukalar, mana bugun 12-mart sanasi bilan bugun Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridagi Yerqo'rg'on bozoriga keldik. Optim gurunch so'raganlar bo'lsa, kerak bo'lsa, mana Umurbek akamizni oldiga keldik. Assalomu alaykum Umurbek aka. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Optim gurunch kerak bo'lsa, mana akamizni oldiga kelaverasizlar va narxlarini tushirib aytib o'tib ketamiz narxlarini. Hurmatli tomoshabinlar. Umurbek aka, bu lazerlar qancha bo'lyapti? Lazerlarni 13 ming so'm kiloga beryapman. Kiloga 13 ming ha? Optimgachi 12,5 ming kilosta beryapman. 12 ming ham chiqadi ha, oshpazga. Eng zo'ri qilich. Mana qilich sort. Sifati zo'r. Zo'r sifati. Mana Xorazmniki. Elektr o'tib separatlangan. Alangalar 10, 11. Bu alanga qancha chiqyapti bular? Kiloga 12, optimga 11, 10 chiqyapti. 10 ham qilib berasiz, ko'proq oling ha. Sifatiga qarab. Mana hurmatli tomoshabinlar, juda sifatli, juda bir yaxshi narsalar. Kiloga 8, optimga 7,5, 8 yil. Bular avangardlar 7 ming ha kiloga. Yo'q. Optimga kiloga 8 ming so'm. Bu drablyonka ha bu lazerdagi. Bular 5 ming kiloga sotayım, optimga kelishtirib 4 mingdan ham kami bor. Ha, ko'proq olganga. Yana skit. Ibrohim Bozorchi kanalidan ko'rdik deb kelsanglar, hurmatli tomoshabinlar, arzon qilib beradilar. Umurbek akamiz mana bu. Bezlar qancha bo'lyapti aka? Bezlar 50 ming sotamiz, ko'proq olganga uni ham kelishtirib 45 dan tushiramiz. 45 dan ham tushib beradilar akamiz. Kelaverasizlar, xudo xolasa, mana lazerda zo'rlari bor. Mana 2 ming ko'proq olganga 11 ming. Qizil qanot qaysi aka? Mana shu ha. Lazer qizil qanot mana. Mana ki. Ko'taradigan. Mana suv ko'taradigan, mana sharam xudo xolasa. Oliy navlari 11,5 ko'proq 11 ming qilib berasiz. Alangan zo'ri mana. Mana hurmatli tomoshabinlar, e'tibor beringlar. Alangan zo'ri mana aka. Mana xaltalar bosib taylangan, xudo xolasa. Dastavka xizmati ham bor. 3 ta mashinamiz keladi, xudo xolasa. Bugun 3 ta mashina keladi, ha, xudo xolasa mana. 3 ta do'konimiz bor, Yerqo'rg'onda. 3 ta do'konimiz bor. 3 ta do'kon, ha, Yerqo'rg'onga. Aka-ukalar ikkalamiz. Aha. Bu aka bu ekspert variant ha, bu zo'r ha, lazerda mana. Xaltachalari shunday keladi. Mana aka, hurmatli tomoshabinlar. Bu qanchada? Bular 14 ming kelishda buni ham 13 mingga tushib beramiz. Mana hurmatli tomoshabinlar. 13 ming. Arzon joy, optim joy, kelaverasizlar, do'koni bor, akalar bordir. Xullas kelaverasizlar. Mana lazerda arzon ikkinchi yili mana lazerda arzon 8 ming narxi mana. Mana ko'proq 7,5 ming 7,5 ming qilib berayotganlar, ko'proq olgan 7 ming qilib berayotganlar. Hurmatli tomoshabinlar, e'tibor beringlar mana. Lazer yaqin nuxat, loviya hammasidan topiladi, xudo xolasa. Bularning narxini aytib ketamiz. Fasol deyshadi. Ha. 15 mingga qilib beramiz optim. 15 mingdan ha, optimga zo'r ovqat bo'ladi lekin bu qancha bo'lyapti oshma? 23 ming, 24 ming sotilgan, 22 ming optim beryapti. 22 ming ha optimga. Berlovkachi 7 ming beradi. Bular 7 ming ha optimga. Garohlar 8,5, loviyalar 12 ming. Bu garoh 8 ming, 8,5 ming. Optimga yana kelishtirib berasiz, xudo xolasa. Bu loviyalarchi? Loviyalar 14 ming, ko'proq kelishtirib 13 ming beradi. Ko'proq 13 ming ha. Chiska deydilar, tozalangan. Tozalangan ha. Moshlar qancha bo'lyapti aka? Kiloga 17, ko'proq kelishtirib buni ham beramiz. Ha, 17 dan tushib berasiz ha. Grechkachi aka? Grechkalar 8,5 ming so'm. 8,5 ming so'm ha kilosi. Kiloga. Yana kelishamiz ha. Nuxatlar 3 xilmi bu yerda? 4 xili bor. 4 xili bormi? Ikkita. Bu turkmi bu? Super. Super. Ha, bu qanchadi? 20 ming. Bunisi 13 ming ha? Mana bu nuxatimiz gibrid nuxat ha bular. Bu qancha aka? 24 ming kiloga sotamiz. Optim yana kelishtirib beramiz. 24 ha, 24 ming sotiladi, optimga kelishtirib beradilar, xudo xolasa. Mana bu yoqqa ham bor ekan, tugab qolgan deyarli. Bu qanchada aka? 10 ming sotilyapti ha bu. Bunisi-chi? Mana kasada 10 ming so'mdan sotilyapti. Hurmatli tomoshabinlar, kelaverasizlar akamizni oldi, akamiz. Ha. Optimga arzon narx qilib beradi. Telefon nomerini ayting aka. 97lik 585 55 15 telefon raqamiga telefon qilib. Mana shahar bo'yicha qaranglar, mana shahar bo'yicha dastavka qilib beradilar, xudo xolasa. Power akalarimiz murojaat qilishadimi? Telefon nomerida. Ha, do'konga ham telefon raqamini aytib o'tib ketdik.
Tezroq telefon qilib ulgurib qolinglar. Xudo xolasa laykni bosinglar, laykni ayamanglar, podpiska qilib qo'yinglar, bosib qo'yinglar, obuna bo'lmaganlar. Hurmatli tomoshabinlar, yaqinlarga tarqatib qo'yinglar. Inshaalloh manfaatli bo'ladi, xudo xolasa.